Shuncha odam nega yig'ilgan deb o'ylaysiz, o'rtoqlar? Bu yerda Dubay ko'chmas mulk bozori bo'yicha yirik tadbir o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir haqida hozir Dubaydagi eng yirik quruvchi kompaniyalardan biri mana Azizi ko'rishingiz mumkin. Ushbu kompaniyaning xodimini hozir savolga so'roq o'tamiz. Abdurahmon aka, aytingchi, ayni paytda qanaqa tadbir bo'lyapti? Shuncha odam nega yig'ilgan? Hozir bizda yozgi maxsus tadbirimiz bo'lyapti. Bu tadbirda mijozlarimiz uchun juda ham katta miqdorda chegirmalarni e'lon qilganmiz. Xo'sh, chegirma deganda aynan qanaqa chegirmani nazarda tutyapsiz? Hozir bozorda deyarli hamma quruvchi kompaniya chegirma beryapti. Sizning taklifingiz nimasi bilan ustun boshqa kompaniyalardan? Bizda ham shu kunga qadar chegirmalarimiz mavjud edi. Hozir o'sha hamma mavjud chegirmalarning ustiga yana 10% chegirma e'lon qilganmiz. 10% deganda, ya'ni kompaniyaning hamma proyektlarigami yoki bo'lmasa maxsus proyektlar uchunmi? Hozirgi 10% chegirmamiz hamma proyektlar uchun va ayrim proyektlarimizda shu kunga qadar mavjud bo'lgan 10%, 15% chegirmalar bor. Ularning ustiga yana 10% chegirma e'lon qilganmiz. Yaxshi, ajoyib, zo'r. Hozir ayni paytda bizda turgan mana shu loyiha haqida ma'lumot bera olasizmi? Bu loyiha nimasi bilan boshqalardan ajralib turadi? Avvalambor bu loyihamiz joylashgan joyi haqida gapirib o'tmoqchiman. Loyihamiz Al-Jaddaf shahrida joylashgan. Al-Jaddaf shahri hozirgi kundagi shahar markazi bo'lgan Downtown bilan kelajakdagi shahar markazi bo'ladigan Creek Harborni o'rtasida joylashgan. Xo'sh, aynan o'sha rayonni, siz aytayotgan shaharchani joylashuvini ko'rsata olasizmi hozir? Albatta. Mana bu shaharchamizni joylashuvi. Xo'sh, bu rayon aynan nimasi bilan boshqa rayonlardan ustun deb hisoblaysiz? Bu yerda binolarimiz unchalik baland emas. Odamlar juda ham yaxshi ko'radi, chunki bu shaharning markaziga ham, yangi shahar markaziga ham juda ham yaqin joyda joylashgan va ichkarisida 3 tadan oshiq hozirgi kunda faoliyat ko'rsatayotgan metro stansiyalari bor. 3 ta metro stansiya aynan shu rayonga yaqin. Aynan shu rayonning ichida 3 ta metro stansiyasi bor. Xo'sh, narxi o'sishiga ta'sir qiladigan yana qanaqa omillar bor? Narxni o'sishiga ta'sir qiladigan omillar bu yerda Dubayni elektr va suv xo'jaligini bosh ofisi o'zining yangi binosini qurgan. Bu yerdagi narxni o'sishiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Demak, ya'ni agar ushbu asosiy ofis shu rayonda qurilayotgan bo'lsa, demoqchisizki, xodimlar aynan shu rayonga ko'chishadi va xodimlar ijaraga turish uchun ularga uy kerak. Ya'ni shu nuqtai nazardan menimcha nazarda tutyapsiz. Albatta, bu yerga investitsiya qilgan mijozlarimizni kvartiralari bo'sh qolmasligiga bu juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, narxlar haqida ma'lumot bera olasizmi? Aynan proyektni hozir yoniga borib, narxlari, uni qulayliklari haqida tanishsak bo'ladimi? Albatta. Birinchi navbatda proyektimizning o'ziga xos bo'lgan qulayligi A va B binolaridan tashkil topgan proyektimizning o'rtasida o'zini plyaj uslubida qurilgan baseyniga ega. Ya'ni plyaj uslubi deganda bu oddiy basen emas, balki qumli basen, shunaqami? Xuddi shunday, qumli basen. O'zingizni binoyingizni ichida tasavvur qiling, o'zingizni shaxsiy plyajingiz bor. Ya'ni aynan shuning uchun ham loyihaning nomi Beach Oasis ekanda. Albatta, plyaj orol degandek ma'noga ega bo'ladi. Yaxshi. Narxlar haqida ma'lumot bering. Narxlarimiz bu yerda asosan hozir studio formatidagi kvartiralarimiz mavjud. Ularning original narxi 760 ming dirhamdan boshlanyapti. Ushbu loyiha shaharning qoq markazida joylashgan. Bunaqa narxda, bunaqa lokatsiyadan Dubayda ko'chmas mulk olishingiz juda ham qiyin, o'rtoqlar. Agar ushbu loyiha haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, hozirroq murojaat qiling. Mana shuncha odamni ko'rib turibsiz. Aks holda mana shuncha odamdan sizga birorta ham ko'chmas mulk, birorta ham uy qolmasligi mumkin. Hozirroq murojaat qiling, shoshiling.